Kuni kecha Andijon viloyatida transformator yonib ketdi. Andijon viloyati filiali xodimlari va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari joyiga yetib borib, yong'in bartaraf etildi. Yong'in to'liq o'chirilgan. Ushbu Andijon shahar Cho'qqitepa mahallasida joylashgan 438-sonli 250 kilovatli tok liniyasi hisoblanadi. Hozirda ushbu liniyaning o'rnini boshqasiga almashtirish ishlari olib borilmoqda. Andijon Mirzayevda transformator yonib ketdi. Ana. Hech kim yo'q. Telefon qildik. Hech kim olmadi elektrositdan. Shunaqa. Ikkinchi marta yonib ketishi.